Hacı Ahmet Költekin Efendi. Şair, jurnalist, yazgıcı, edebiyat tədqiqatçısı Hacı Ahmet Költekin Efendi 1942-yılı 9 ayda Qashqar şəhriga təvə Şamalbağ yezisining Kökeriq kentida dehqon oilasida dunyoga kelgan. U 1949 yildan 1955 yilgacha boshlang'ich va o'rta maktablarda, 1956 yili milliy maktablarga o'qituvchi tarbiyalash kursida, 1957 yildan 1960 yilgacha atalmış Şinjan Milletler İnstitutining Til Adabiyot fakultetida o'qigan. O'qish bitirgandan keyin taqsimot bo'yicha Aqsuga kelib, Qizil o'rta maktabida 1961 yilning oxirigacha o'qituvchilik qilgan. 1965 yili Qashqar Daril Muallimining o'qituvchi tarbiyalash kursida o'qib, shu yilning oxiridan 1980 yilga qadar Qashqar Daril Muallimida adabiyot o'qituvchisi bo'lgan. U 1980 yilning oxiridan tortib damilishga chiqquncha Qashqar adabiyoti jurnalida muharrir bo'lib ishlagan. Hacı Ahmet Költekin 1958 yili Nurluq Chiroqlar nomli she'ri bilan adabiy ijodiyat maydoniga qadam tashlab, orqa-orqadan bahor tuyg'usi, ney, buloq, hayot ishqi, Gülcahan qatorliq ko'plagan lirik she'r va dastonlarni yozib, o'zining badiiy talantini namoyon qilgan. 1958 yildagi o'ngchillikqa qarshi turish kurishidan tortib, toki atalmış madaniyat zo'r inqilobi oxirlashguncha bo'lgan 20 yillik hayot musofasida u turli bo'ron chapqinlarga yo'liqqan bo'lsa-mu, umid shamini o'chirmay, ishonchisini yo'qotmay, qalamni zodil tashlamagan. Boshdan kechirgan jismoniy va ma'naviy azoblar uni texmi qaysarlashtirgan. Nurg'un qo'l yozmalari va uzun yillar ichida yiqqan kitoblari bulang-talang qilingan bo'lsa-mu, ammo u adabiy ijodiyatga bo'lgan qizg'inligini qilchi sovutmagan. Ashu yillarda Hacı Ahmet Költekin hayotga muhabbat, kelajak, mahbus tilaklari, visol arzusi, hijron qo'shoqlari degandek ko'plagan liriklarni yozib, parlaq kelgusiga bo'lgan ishonch, umidini ifodalagan. Atalmış madaniyat inqilobi oxirlashgandan keyingi qisqig'ini bir qancha yil ichida Hacı Ahmet Költekin O'chmas yulduzlar kitob haqida ballada, Nuzugum, Dolan naqshilari, Kush birlikda, Burkut naqshisi, Muallim qatorliq 200 parchadan ortiq she'r, masal, balada, daston e'lon qilib, so'yimlik vatanimiz ona tuproq uchun jon fido aylab, o'chmas to'hfa yaratgan qahramonlarni kuylagan. Hacı Ahmet Költekinning ijodiyat shakli har xil tema doirasi keng bo'lib, mayli qaysi janrda yozilgan bo'lsin, hamma asri o'ziga xos tam va puroqqa ega. Hacı Ahmet 1970 yildan tortib nasr va hikoya yozishga kirishgan. Shuningdan buyon nasr hikoyalari har qaysi geziz jurnallarda besilgan hamda uning birmunchilari kishilar, Yeşil Vada, G'unchilar degandek kollektiv hikoya to'plamlariga kirgizildi. 1985 yili Hacı Ahmetning Guljamal nomli povesti jamoatchilik bilan yuz ko'rishgan bo'lib, bu povest voqealigining agri to'qay o'zgichiligi, hissiyotga boyligi, tilining ravonligi, go'zalligi, personajlarining individuallikka ega va jonliqligi bilan kitobxonalarni o'ziga jalb qilgan. Hacı Ahmet Költekin Nuzugum, Salay chaqqan degandek dramaları bilan o'zining sahna asarlarini yozishdimi yaxshi iqtidorga ega ekanligini namoyon qilgan. Bu ikki drama bo'libmi Nuzugum dramasi sahnalarda qo'yilgandan keyin o'zlarida dramatik xususiyatlarni bir qadar to'liq hozirlaganligi, xalqimiz qalbiga o'rnashib ketgan Nuzugum, Salay chaqqandek tarixiy shaxslarning obrazini asosan muvaffaqiyatli yaratolganligi bilan tomoshabinlarni xushal qilgan. Shoirning Qadrdonim, Yeşil Ko'klam,
Keştiçi Kız Qo'shiqi, Qashqar qizi nomli naqsh tekstlarimi keng sahnalarda o'rindalgan va xalq so'ydigan naqshlarga aylanib ketgan. Hoji Ahmad Ko'ltekin adabiyotshunaslikqa doir ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib, Uyg'ur xalq latifalari haqida, Uyg'ur adabiyotida prozining shakllanishi va rivojlanishi, Uyg'ur she'riyati to'g'risida, Uyg'ur xalq qo'shoqlarining vazn va qofiya shakllari deganga o'xshash ko'plagan ilmiy maqolalarni yozgan. Bir qancha yillardan buyon Hoji Ahmadning Visol orzusi, O'chmas yulduzlar, Nurliq cho'lpon, Qiyon nomli she'r, hikoya, povest to'plamlari nashr qilingan. Bir qism asarlari chet el tillariga tarjima qilingan. Ko'plagan sohalarda Uyg'ur xalqi uchun madaniy miroslarni yaratgan qaysar yozuvchi Hoji Ahmad Ko'ltekin apandi 2020-yili 1-oyning 15-kuni kasal sababi bilan 77 yoshida vafot bo'lgan.